Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, sizlar bilan darsimizni boshlaymiz. The Girls Sanctuary nomli listening matnini ishlaymiz. Bu savol turini ishlashda birinchi sarlavhaga e'tibor beramiz. Demak, Girls Sanctuary qo'riqxona haqida gap ketar ekan. Sarlavhaga e'tibor berish nima haqida gap ketishda oldindan bilib olishga, shunga doir taxminlar qilishga yordam beradi. Bizga ajratilgan vaqtda savollarda diqqat bilan o'qib, asosiy kalit so'zlarni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda aytilyapti: The sanctuary has an area of approximately square kilometers. Demak, bu yerda hudud qanchaligi so'ralyapti. Katta ehtimol bilan bu yerga son yozamiz, chunki necha kilometrligini yozishimiz kerak bo'ladi. One threat to the lions in the sanctuary is, mana shu qo'riqxonadagi sherlarga xavf. Nima xavf solishi mumkin? Balki ob-havodir, balki muhitdir, balki boshqa yirtqichlar bordir. Demak, qandaydir xavf bor ekan, mana shu xavfni belgilashimiz kerak bo'ladi. The ancestors of the Girls Sanctuary lions were protected by mana shu qo'riqxonadagi sherlarda ajdodlari, ya'ni ota-bobolari himoya qilingan. Kim yoki nima tomonidan himoya qilingan? Demak, bu yerga birlikdagi ot keladi. Biz audio boshlanishidan oldin mana shu yerga ma'no jihatdan, grammatik jihatdan qanday so'zlar kelishini o'ylab ko'rishimiz kerak bo'ladi. A large part of the lions consist of animals belonging to local farmers. Demak, sherlarning nimasinidir katta qismini mahalliy fermerlarga tegishli hayvonlar tashkil qilar ekan. Demak, sherlarning nimasini hayvonlar tashkil qiladi topamiz. The lions sometimes attack, especially when water is short. Ayniqsa suv kam bo'lganda, taqchil bo'lganda sherlar hujum qiladi. Kimga yoki nimaga hujum qiladi topamiz. In ancient India, a man would fight a lion as a test of. Qadimgi Hindistonda erkaklar, demak, sherga qarshi kurashgan, nimani testi sifatida, nimani sinab ko'rish uchun sherga qarshi kurashgan, demak, aniqlaymiz. Va biz kalit so'zlarni belgilab, audioda aynan mana shu so'zlar bas, bu so'zlarda sinonima, parafrazingga kelishiga ham tayyor turamiz. Demak, boshladik. Audioni qo'yapman. I'd like to talk to you now about the Girls Sanctuary in India. That's where I've just come back from. The sanctuary was established specifically to protect the Asiatic lion. It's 1,450 square kilometers in area and most 1450 deyilyapti. 1450 kilometrligi aytilyapti. Demak, mana shu narsani yozib qo'yamiz bu yerga. Bir ming 450 sonini belgilab qo'ydik. Hozir demak, endi sherlarga bo'lgan xavfni topamiz. Forest. There are now around 300 Asiatic lions in India, and almost all of them are in this sanctuary. But despite living in a sanctuary, which makes them safe from hunters, they still face a number of problems that threaten their survival. Demak, ular garchi qo'riqxonada yashasada, ovchilardan xoli bo'lgan qo'riqxonada yashasada, ba'zi bir muammolar bor deyiladi. Demak, qanaqa muammo bor? Ularga qanaqa xavf bor? Eshitib turamiz diqqat bilan. One of these is the ever-present danger of disease. Demak, ever-present danger of disease deyilyapti. Ularga kasallik xavf solib turar ekan. Disease so'zini yozib qo'yamiz. Yozilishiga e'tibor beringlar, mana bu yerga I yoziladi.
E'tibor bersalar, aynan threat so'zi kelmayapti, lekin ularga xavf solib turadigan danger haqida gap ketyapti, problem haqida gap ketyapti. Biz kalit so'zlarda aynan o'zimiz shu kabi sinonimlari kelishiga tayyor turamiz. Endi ajdodlarini kim himoya qilgan topamiz. Kim yoki nima? Artikeldan keyin birlikdagi ot keladi, undosh harf bilan boshlanadi. This is what killed more than a third of Africa's Serengeti lions in 1994. And people are fearful that something similar could happen in the Gir sanctuary and kill off many of the Asiatic lions there. India's lions are particularly vulnerable because they have a limited gene pool. The reason for this is interesting. It's because all of them are descended from a few dozen lions that Brusei prince who took a particular interest in them. He was very wealthy and he managed to protect them. Demak, prins bo'lgan, bir shahzoda bo'lgan va u juda ham qiziqqan sherlarga va managed to protect kelyapti, demak, prins tomonidan protect qilingan ekan. Qaranglar, birinchi prins so'zi aytilib, keyin protect so'zi kelyapti. Shuning uchun aynan kalit so'zlarda o'zimiz avval javob kelib, keyin kalit so'z kelishi mumkinligiga ham tayyor turamiz. Agar biz protect so'zini kelishini kutib tursak, javobni o'tkazib yuborishimiz mumkin. Chunki avval javob kelyapti, keyin biz kutayotgan kalit so'z kelyapti. Endi she'rlarda nima mahalliy fermerlarga tegishli hayvonlar tashkil qiladi topamiz. Otherwise, they'd probably have died out completely. When you see the Asiatic lion in India, what you sense is enormous vitality. They're very impressive beasts, and you would vulnerability when you look at them. The Asiatic lions don't have the Gir sanctuary to themselves, I should add. They actually share it with about 2,000 farmers. A significant proportion of the lion's diet is made up of the livestock of these farmers. Goats. Demak, significant part of lion's diet, ya'ni diet degani iste'mol qiladigan narsalarning juda ham katta qismini fermerlarga tegishli livestock, ya'ni hayvonlar tashkil qiladi deyilyapti. Demak, sherlarda dietasini iste'mol qilgan narsasini fermerlarga tegishli hayvonlar tashkil qilar ekan. Endi suv kam bo'lganda sherlar ba'zida kimga yoki nimaga hujum qiladi topamiz. And so on. As much humans, especially in times of drought. Demak, they attack humans, odamlarga hujum qiladi, especially in times of drought. Qurg'oqchilik bo'lganda odamlarga hujum qiladi deyilyapti. Endi qadimgi Hindistonda nimani sinab qilyapmiz? One final piece of interesting information. In ancient India, the greatest tests of leadership for a man was to fight a lion. Demak, leadership testidan eng asosiy deyilyapti. Demak, leadership sinovi tariqasida sherga qarshi kurashgan ekan. Demak, bu testni ishlab ko'rdik. Multi-level imtihonida audio 2 marta qo'yib beriladi. Agar birorta savolni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, ikkinchi marta bo'lib javoblarni topishingiz kerak bo'ladi. Va javobni olganda albatta o'ylab ko'ring, grammatik jihatdan shu joyga tushyaptimi, ma'no chiqyaptimi, albatta e'tiborli bo'ling. Bugungi darsimiz shundan iborat.